...2025 yilgi Chevrolet Monte Carlo zamonaviy dizayn va klassik sport ruhi uyg'unligini taqdim etadigan yangi avlod avtomobili sifatida qayta sahnaga chiqmoqda. Ushbu model tashqi ko'rinishda past va keng silueti, agressiv old panjarasi, ingichka LED faralari va aerodinamik chiziqlari bilan darhol e'tiborni tortadi. Kuzov ranglari tanlovi kengaytirilgan bo'lib, sport uslubini yoqtiradiganlar ham, nafis ko'rinishni afzal biladiganlar ham o'z didiga mos variant topa oladi. Salon ichki qismi yuqori sifatli materiallar, yumshoq qoplamalar va ergonomik joylashuv bilan ajralib turadi. Haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay muhit yaratilgan. Texnik jihatdan 2025 Chevrolet Monte Carlo bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif qilinadi. Asosiy versiyada yoqilg'i tejamkor, ammo yetarli quvvat beruvchi turbo dvigatel mavjud bo'lib, shahar va magistral yo'llarda muvozanatli harakatni ta'minlaydi. Sport yo'nalishini istaganlar uchun esa kuchliroq versiya taklif qilinib, tezlanish va barqarorlik yaxshilangan. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlashi bilan ajralib turadi. Rul boshqaruvi esa aniq va sezgir. Osma tizimi qulaylik va sportcha boshqaruv o'rtasida yaxshi muvozanatni saqlaydi. Xavfsizlik masalasida Monte Carlo zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan. Old va yon xavfsizlik yostiqchalari, elektron barqarorlik nazorati, tormozni avtomatik qo'llab-quvvatlash tizimi va adaptiv kruz nazorati haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Shuningdek, kor joyini nazorat qilish, yo'l chizigini ushlab turish yordamchisi va to'qnashuv haqida ogohlantirish kabi funksiyalar kundalik haydashni yanada xavfsiz qiladi. Bu imkoniyatlar oilaviy foydalanish uchun ham, uzoq safarlar uchun ham juda foydali. Multimedia va texnologiyalar bo'yicha 2025 yilgi Monte Carlo raqobatchilardan ortda qolmaydi. Katta sensorli ekran, raqamli asboblar paneli va smartfonlar bilan to'liq integratsiya qilingan tizim mavjud. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Ovozli boshqaruv esa haydovchi e'tibori.